zinoni ham yomoni bihalilati jarihi, qo'shnisini xotini bilan o'sha mahallasida zino qilgan eng yomon. Buni kechirib bo'lmaydi. Shu eri Rossiyaga ketgan xotinlarga ko'z olaytirib, telefonda yozib, ushalib olib, xotinini nevarasini oldida sharmanda bo'layotganlar ham mahalla ko'yda oldida yuziga qarab bo'layotganlar ham ko'paygan, Xudo saqlasin. Qiyomatda eng qattiq azob beradigan 3 toifa bor deydi Xudoyim. Men shu insonlardan-da ko'ra ular boshqa hech kimga azob bermayman. 3 ta inson. Shulardan biri shayxun zanin deganlar. Ya'ni yosh katta bo'lib turib, aqli kirib, xotini bor, nevarasi bor. Bir katta bir nasihat go'y bir odamlarga ibrat bo'ladigan yoshda bo'lib turib zino qilgan inson deganlarda. Endi bo'ydagi yigit zino qilsa, qulog'idagi bir shapala orasida nimaday nafsini ko'yiga kirib qo'yibdi, endi yosh bola. Endi uylanib turib, uyda shu haloli bo'lib turib, uyda shuni nafsini qondirishga halol yo'li bo'lib turib, ko'chada zino qilgan, yo qaragan, o'qigan, bu qilgan, uni Xudo kechirmas ekanda. Juda astoydil tavba qilish kerak ekan, Xudo saqlasin.